Ekraningizda ko'rib turgan inkubator maxsus Italiya bedanalari uchun inkubator Orzu. Ushbu inkubatorimiz vыводной qilib, роддом qilib ishlangan. Bu maxsus ochirib berish uchun Italiya bedanalarini ochirib berish uchun maxsus tayyorlangan inkubator. Bu inkubatorimizda obzor juda ham zo'r. Ochirganda bu ochirganligimiz to'g'risida video bor. Endi mana shu Italiya bedanalarini ochirdik. Mana shu birgina knopka bilan ishga tushadi va issiqlikni o'ta aniqlik bilan ko'rsatib turuvchi inkubator Orzu. Mana bunisi esa chiroq, mana chiroqni yoqmasangiz ham bo'laveradi. Endi ba'zi hollarda yaxshiroq, tiniqroq ko'rish uchun yoqmasangiz akkumulyatorga ishlaydi. Mana shunday krokodilchiklar mavjud, mana akkumulyatorga qisqichlar bor. Bular ish jarayonida bir-biriga tegib ketsa ham hech nima qilmaydi. Inkubatorimiz mana shunday konteynerdan yasalgan. Issiqliklar juda ham aniqlik bilan ishlaydi. Namlikni ko'rsatuvchi pribor o'rnatib qo'yilgan va siz bu inkubatorni xohlagan joyingizga planshetdan ushlab olib borib qo'yib ochirishingiz mumkin. Albatta olganingizdan keyin hammasi o'rgatiladi. Bu inkubatorda agar sizda mana shunday inkubatordan bo'lsa tovuq yoki Italiya bedanalarini ochirish uchun siz bunga muntazam har 3 kunda 20 ta 30 ta qo'yib boraverasiz. E'tibor bering. 20 ta 30 ta har 3 kunda. Va 15-kuni birinchi qo'yganlaringizni roddomga olib jo'jani sanab olaverasiz 2 kundan keyin. E'tibor bering. Ketma-ket ochirish usulini yo'lga qo'yish uchun ikkita inkubator kerak bo'ladi albatta. Bitta inkubatorga bitta qo'yib bir marta olasiz. 5 kundan keyin, bir haftadan keyin albatta qo'yish mumkin emas, chunki ochish paytida graduslar past bo'ladi, namlik baland bo'ladi. E'tibor bering. Ochirishgacha tayyorlash uchun gradusi misol 37.8 bo'ladi. Bunda esa 37.2 bo'ladi. Namlik 80%, bunisida 55% bo'ladi. Shuning uchun siz agar doimiy ravishda jo'jalarni bozorga yetkazib berish uchun yoki o'z biznesingizni tezroq rivojlantirish uchun ikkita inkubatordan foydalanishni maslahat beraman. Предварительный, выводной. Inkubatorchilar tilida выводной deydi, o'zimizning jovdari tilida esa rodдом deymiz. Rodдом deydi, buni inkubatorchilar biladi. Ya'ni bu faraz qiling, ona qorni tayyorlab o'sha ko'payish paytida roddomga qo'yib qo'yasiz. O'zi Allohning irodasi bilan ochirib chiqaveradi. E'tibor bering, inkubator Orzu vыводной maxsus Italiya bedanalari uchun tayyorlanadi. Bunda nafaqat Italiya, tovuq, g'oz, o'rdak ochiraverasiz. Mana shu bu aylantirish bunda yo'q. Byudjetni juda ham hamyonbop qilib chiqarib qo'ydigansiz bo'ladi. O'zida ham bakenlarni ham ochirsiz, faqat ikki marta ertalabda qo'lda ertalab kechqurun aylantirib turasiz. Agar qiziqtirgan savol-javoblar bo'lsa, kommentariyada yoki xarid qilishni xohlasangiz Telegram orqali Telegram raqamlarini chiqarib qo'yaman. Iltimos Telegramdan yozing, telefonga kamroq javob beramiz. Xo'p, mana bizni inkubatorimiz выводной bedanalar uchun выводной испытаниyadan to'liq o'tdi mana. Ya'ni sinov jarayoni juda ham a'lo darajada bo'ldi. Mana biz qo'ygan hamma urug'langan tuxumlarimiz mana shularda ochiladi mana shu e'tibor bering mana. Bekirish ham juda mustahkam mana. Juda ham mustahkam. Buni yosh bolachalar ocholmaydi buni. Ikki qo'llab ochasiz. Berkitishda ham xuddi shundoq mana shundoq qilib berkitasiz. Namlikni tekshirish uchun priborlar ichiga qo'yildi. Mana 78 namlik, 37.8 issiqlik mana. Bunisi bu chekkaga ham, bu chekkaga ham hammasini tekshirganini qo'ydik. Mana jo'jalar a'lo darajada ochildi aziz birodarlar. Mana e'tibor bering. Mana shu yerda endi bitta ikkita bunaqasi bo'ladi. Ichida rivojlangan, lekin chiqa olmagan, immuniteti past tuxumlar mana shunaqangi bo'ladi aziz birodarlar. E'tibor bering. Hozir bizda mana shu inkubatorimiz o'z vazifasini a'lo darajada bajardi mana. Buni выводной qilib ishlatsangiz rodдом bedanalar uchun juda zo'r. Bunda faqat avtomatda bu aylantirish yo'q bunda. O'chirib olgani juda ham zo'r inkubatorlar. Hozir bu yerda Italiya sayroqi bedanalari va biz mana shunday Texas Belly Gigant tuxumlarini ham qo'ydik, aralashtirib o'chirdik, qanday effekt berishini ko'rdik mana. Texasda mana bu yangi ochgan, po'chog'i o'ziga yopishib qolgan, bu albatta ajrab ketadi mana. Bo'ldi, tamom. Bu bugun ertalab ochgan. Mana juda ham a'lo darajada o'z vazifasini bajardi. Buni juda ham oson ochirib bo'lganingizdan keyin ekspluatatsiya, tozalash, ichini tozalash hech qanday muammo yo'q mana. Mana shunday ko'tarasiz. Bundaycha mana tamom mana. Suv idishni yuvasiz, artib tozalab yana ishlatib yuboraverasiz. Inkubator Orzu maxsus rodдом bedanalar uchun. Italiya sayroqi bedanalar va hokazo. Tovuq tuxumlarini ham ochiraverasiz.